Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ahvolingiz yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Zo'rmisizlar? Mana bu kunni ham zo'r o'tkazyapmiz. Bo'ladi. Sizlar ham zo'r o'tkazayotgansizlardir. A'lo qilib. Masalan, bugun men ikkita video qo'ydim. Ikkita. Bir kirib ko'rib o'tib ketasizlar, baholab, like, podpisatsiya qilib. Sizlardan majburlash yo'q. Majburlagan bilan ham baribir kirmaysizlar. Xohish bo'lsa kirasizlar, xohish bo'lmasa kirmaysizlar. Endi o'zingizlarga bog'liq-ku. Men sizlarni majburlay olmayman birinchi o'rinda. Endi u o'zingizlar xohishinglar. Mayli. Endi shu videoni, shu ikkita videoni ta'rifiga keladigan bo'lsak, oq list haqida olganman. Nima uchun oq list? Unga zebra chiziq chiqartirishim kerak edi. Chiqartira olmadim. Uni chiqartirish maqsadim ertaga bilasizlar, dushanba kuni menda o'qish boshlanadi universitetimda. Shunga insho yozishim kerak edi. Endi insho bo'ladimi yo tema bo'ladimi, bo'lardi. Endi bilishim bo'yicha insho bo'lishi kerak. 30 ta list yozishim kerak edi. 30 ta list yoza olmadim. Endi ertaga nima bo'lishini o'zim ham bilmayman. Boshqalar ham bilmaydi uni. Shuning uchun boshga tushganni ko'z ko'radi degan gaplar bor. Yo'q emas. Ertaga ko'ramiz nima bo'lishini. Mayli, sog' bo'ling. Like, podpisatsiya komitesidan chiqmasin. Masalan, bilmoqchi bo'lsanglar ertangi kun nima bo'lishini like, podpisatsiya komit yozib ketingizlar. Ertaga o'qishga borgan paytimda nima degan bo'lsa o'qituvchi, shularning hammasini qisqa qilib video qilib chiqarib YouTube'ga joylayman. Sog' bo'linglar. Hammalarga omad, ishlarga rivoj.